IELTS speakingda ishlatishingiz mumkin bo'lgan top 3 ta ibora haqida gaplashib o'tamiz. Qani ketdik. Demak, birinchisi, have the time of one's life. Hayotingizdagi eng yaxshi vaqtni o'tkazish degan ma'noni anglatadi. O'tgan zamonda, o'tmishda qanaqadir bir quvonchli, ajoyib voqealarni tasvirlab berayotganingizda ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, we had the time of our lives on our holiday in Italy. Ikkinchisi, get along with others. Kim bilandir yaxshi munosabatda bo'la olish, osonlik bilan chiqishib keta olish degan ma'nolarni anglatadi. Biror kimning xususiyatlari yoki hislatlari haqida gapirayotganingizda qo'llab ketsangiz bo'ladi. Masalan, he finds it very easy to get along with others. Uchinchisi va eng oxirgisi, make a fortune by verb ing. Ma'nosi juda ko'p pul ishlash, boy bo'lib ketish degan. Ayniqsa part 2 da biror muvaffaqiyatga erishgan shaxsni tasvirlayotgan paytingiz qo'llab ketsangiz bo'ladi. Masalan, he made a fortune by investing in real estate. Aslida bunaqa iboralar juda ham ko'p. Ularni esa menga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarda siz bilan birgalikda o'rganamiz. See you at the top.